Bugungi kunda umuman ChatGPTga bermagan savolimiz qolmadi. Kundalik hayotimizda duch keladigan oddiy savollarga ham biz faqat ChatGPT orqali javob topishga ancha o'rganib qoldik. Va bizni zo'r imkoniyat, biz hayolimizga kelgan savolga javob topa olamiz. U haqiqiy savol bo'lishidan qat'iy nazar GPT bizga baribir javob beradi. Viloyatga borgan paytim yaqinda o'zim ko'p shu narsaga duch keldim. ChatGPTga yoshi katta amma, xola, xullas ota-onalarimiz judayam haddan tashqari ko'p ishonib yuborishyapti uni bergan javobiga. Lekin pastda kichkina qilib yozib qo'ygan. ChatGPTga kirgan paytingizda ham pastda yozib turadi. ChatGPT xato qilishi mumkin. Olgan ma'lumotinglarni tekshiringlar deb yozib qo'ygan. Lekin u aytib qo'yaman, ya'ni agar sizlar ham o'sha yaqinlarga aytib qo'yinglar, ChatGPT o'qituvchi emas, ChatGPT doktor emas, ChatGPT sizga advokat emas, ChatGPT umuman bir diniy savol beradigan bir muftiy yoki bir xullas shunaqa diniy ulamo emas. Unga bunaqa savollarni berganingizdan keyin javob olarsiz, o'z javobni lekin tekshirish shart. Chunki ChatGPT vaziyatni umumiy tushunmasdan turib javob beraveradi. Ba'zi bir joylarda shunaqaki, masalan, o'zimda bo'lgan real case, tarix ustozim o'quvchilarga o'rgatgan narsani ChatGPTdan olib o'rgatganlar. Qaysi joylarda ma'lumotlarni, yillarni. ChatGPT shunaqa zo'r javob berganki, uni hatto o'zi yolg'on gapirayotganini balki GPTning o'zi ham bilmas. Lekin ishonchli qilib, yillarni aniq sanalarigacha yozib, o'qituvchimga javob bergan. Lekin u yil, umuman u ma'lumot, u sanalar hech qanaqa bunaqa yo'q. Ma'lumoti yo'q u sanalar haqida. Aytmoqchi bo'lganim, ChatGPTdan nimadir so'raganingizdan keyin, masalan, nimadir ma'lumot qidirayotgan bo'lsangiz, kim haqidadir qaysidir voqea, qaysidir tarixiy voqea yoki qaysidir tarixiy shaxs haqida ma'lumot qidirayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz savolingizni yozganingizdan keyin tagida yozing. Bu ma'lumotlarni menga beradigan javobingni manbalari bilan javob ber. Ya'ni u sizga savollarga javobni qayerdan, qaysi veb-saytdan olganini aniq aytsin. Va shunda siz u ma'lumotlarga ishonsangiz bo'ladi. Shunda ham tekshirishga maslahat beraman, chunki ChatGPT doimo to'g'ri gapirmaydi. Va doktor, masalan, aytaylik, siz ota-onangiz boshlari og'ridi yoki qon bosimlari o'ynagan bo'lsa, ChatGPTga yozishadi. ChatGPT aytadi, dam oling deydi yoki shakari kamaytiring deydi, oyog'ingizni tuzli suvga soling deydi. Shunga o'xshagan qanaqadir ma'lumotlarni aytadi-da, keyin sizni ota-onangiz shu narsaga ishonib doktorga bormaydi. Endi xudo ko'rsatmasin, boshqa narsa bo'lishi mumkin u yoqda. Aytmoqchi bo'lganim, ota-onalarga aytinglar, ya'ni ChatGPTdan bu maqsadda foydalanishmasin. Foydalanishsin, lekin olgan ma'lumotlariga 100% ishonib yuborishmasin. Chunki ChatGPT juda ham muloyim, juda ham bir siz xohlagan narsani javob beradi. Siz nimadir so'rasangiz, nimadir xato topsangiz, sizni maqtab javob beradi. Ha, sen sezgirsan, mana xatoyimni topding. Shunga o'xshagan bir sizga bir yoqadigan gaplarni gapirib javob beradi va bu narsaga ota-onalar ayrimlari xuddi odam bilan gaplashgandek gaplashib, u bilan sirlashib, uni shaxsiy o'zini feelingslar, o'zlarining ichidagi emotsiyalarini ham unga aytishgacha borishyapti. Va men ham bu safar borgan paytim shu onamga yoki dadamga shu narsani tushuntirdim. Ya'ni ChatGPTdan so'raganingizdan keyin, oxirida savolingizni yozganingizdan keyin so'rang. Menga real faktlar bilan javob ber, real case'lardan foydalanib bu savolimga javob ber va bu savolimga javobni qaysi manbalardan olding? Ya'ni nimaga asoslanib menga javob beryapsan? Va javoblarni to'qib yuborma deb oxirida yozishni men maslahat berib, bu narsani tayinlab kelishga qaror qildim va bu narsani qildim. Xullas, yana bitta bo'lgan case, ya'ni meni bir tanishim ChatGPTga o'zini muammolarini aytgan va ChatGPT unga kredit olishni, kreditning foydalarini, imtiyozlarini, qanaqadir kredit bersa yaxshi bo'lishini, qanaqadir foizlari kam, nimadir qilsa yo'q bo'ladi. Xullas, unga kreditni shunaqa maqtaganki, meni tanishim shunday ishonib borib bankdan shartnomani shartlarini o'qimasdan turib kredit olganlar, katta foizga, qisqa muddatga, katta pul. Va keyin bir oydan keyin o'sha bank unga tushuntirib, oyiga qancha to'lash, shunga o'xshagan xullas muammolar. Ya'ni GPT sizga bergan ma'lumotlarni, qarorlarni u qabul qilmasin, siz qabul qiling o'zingiz. Undan fikr oling, undan maslahat oling, lekin qarorni baribir o'zingiz qabul qiling boshqalardan tekshirib. Nimaga bu muammo bo'ldi? Chunki ChatGPT banklar to'g'risidagi umuman bunga o'xshagan muammolarga butun dunyodan kelib chiqib, butun dunyo banklaridan kelib chiqib javob beradi. Qaysidir banklarda shunaqa imtiyozlar bordir. Ya'ni O'zbekistonda yo'q banklarda shunaqa imtiyozlar bordir. Foizlari kam yoki aytaylik o'sha 3-4 oydan keyin to'lashni boshlaysan deb qanaqadir ishontirishlar bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shunga o'xshagan imtiyozi bor banklardan kelib chiqib turib, u tanishimga javob bergan ChatGPT va shundan kelib chiqib u kredit olgan, ishongan. Shartnoma shartlarini o'qimagan. Ya'ni shunaqa muammo sizni ota-onangizda ham yoki yaqinlaringizda ham bo'lmasligi uchun ChatGPTdan foydalanishsin, undan fikr olishsin, undan xulosa olishsin, lekin qarorni o'zlari qabul qilishsin. Oxirida xulosa qiladigan bo'lsam, ChatGPTdan foydalansin, foydalanishmasin emas, lekin undan qanaqadir shaxs sifatida emas, balki o'zlari qaysidir qiynalayotgan savollarga javob topishda foydalanishsin, qaysidir fikrlarni so'rashda foydalanishsin, lekin qaror qabul qilishi ChatGPTga ishonishmasin. ChatGPTdan, sun'iy intellektdan fikr olishsin, lekin qarorni o'zlari qabul qilishsin. Va masalan sog'liq bilan yoki qanaqadir yurist yoki shunga o'xshagan jiddiy muammolarda iloji boricha odamlar bilan maslahat qilgan, ya'ni shu sohani egalari bilan maslahat qilgan yaxshi. U bergan gapga doimo ishonib yuborishmasin juda ham. Chunki boshida menda ham ChatGPTni ishlatayotgan paytim u hamma narsani biladi degan narsa bo'lgan va keyinchalik xatolarini o'zim hayotimdan o'tkazganim uchun ba'zi bir joylarda prezentatsiyalarda xato ma'lumotlarni 1 soat javraganim uchun umuman o'qituvchiga men 1 soat umuman ustoz bergan mavzuni emas, men ChatGPT orqali xato topgan ma'lumotimni 45 minut gapirib berganman. Ustoz oxirida hech qaysi gaping to'g'ri emas deganlaridan keyin men ChatGPTga sovuqqonlik bilan uni gaplariga umuman rost gapirsa ham shubha bilan yozib, uni qayta so'rayman. Manbasini ber, bu topgan javobingni manbasini ber, real case'dan foydalanib javob ber. Menga o'xshagan, hozirgi mendagi muammo yana kimlarda bo'lgan, ular qanaqa yechim qilishgan, shularni o'rganib menga oxirida javob ber deb ChatGPT bilan gaplashib, shunaqa ma'noda u bilan suhbatlashib yechim olaman. Lekin doim qarorni o'zim qabul qilaman. Xullas, uydagilarni so'rab qo'yasizlar, ogohlantirib qo'yasizlar. Keyin o'sha gap men o'zi aytmoqchi bo'lganim, ya'ni bu gapni o'zi aytmoqchi emas edim, lekin kerak ekan shu narsa. Like tugmasini bosish kerak ekan, kommentariy yozish kerak ekan, follow bosish kerak ekan, keyin qo'ng'iroqchasini bosib qo'yish kerak ekan. Xullas shunaqa bosadigan tugmalari bor ekan, shuni bosib qo'yishlarini iltimos qilardim. Rahmat.